Assalomu alaykum. Almancha o'zbekcha video darslariga xush keldingizlar. Bundan buyoqqa bizlarni YouTube ustida Uzbek Tudyuch yozsanglar topa olasizlar. Misol Uzbek Tudyuchni qartolya 1 2 3 4 qanchaki yozsanglar, misol Uzbek Tudyuch leksion 1 2 3 4 qanchaki yozsanglar, u yerda oqtarsanglar yoki serish bor, o'sha serish bor klik etsanglar narsa bo'ladi. Shu darslarni mukammal hammasini topadi. Yoki qavsni ichiga olgan mujib 1 2 3 4 ni yozsanglar, mana hamma tashlagan videolarim keladi. Sizlar uni ko'ra olasizlar. Bugun bo'lsa bizlar leksion fiyani o'qiymiz, ya'ni 4-dars. 4 bo'la 4 nima deydi? 4 ni fiya deydi. Leksion avvalgi darslarda ham aytganman. Leksion nimasini aytadi? Darsni aytadi. Dars. Leksion, dars. Bu yerda bir necha jumlalarni yozganman. Qaranglar. Avval ham aytgan edik bizlar so'rashmoqni, ya'ni so'rashmoqni bizlar avval ham aytgan edik. Avvalgi darslardagi qandoqsan yo qandoqsiz buni ishlarni aytgan edik. Ammo bu yerda bir qancha lug'atlarni izofiy etamiz o'shani qatorida. Misoli aytdik avval we get is there. Aytmadik, buni otini tutmadik. Bu yerda buni otini izofiy etamiz. Alo Ahmad, we get is there. Qarang, bu yerda bir Ahmad va hello bunga qo'shildi. Hello Ahmad, we get is there. Salom Ahmad, qandoqsan? Buni qo'shiq qilinglarki hamisha buni nimarsa qilishlaringiz kerak? Bitishlaringiz kerak. We qandoq bilib bitiladi? Get qandoq bilib bitiladi? Get lug'at qaysi? Asl lug'ati qaysi buni? Is nima? Dia nima? Ahmad nima uchun bu yerga kelibdi? Oxiriga nima uchun kelmabdi? Ali nima uchun avvaliga kelibdi? Buni hammasini bir ko'p mutaojib bo'lib qarashingiz kerakki, nima ma'no beradi va qaysi joyda bizlar buni nima qila olamiz? Ayta olamiz. Katta aytamizmi yo o'z yoshimiz, o'z barobarimiz aytamizmi? Hello Ahmad, we get is there. Salom Ahmad, qandoqsan? Salom Ahmad, qandoqsan? Va pastda Ahmad javob bergan bunga danke sehr gut. Und dir? Danke sehr gut. Und dir? Rahmat, ko'p yaxshi. Va san? Ma'nosi bu-ku, rahmat, men ko'p yaxshiman. Va san qandoqsan? Mana shuni ma'no beradi. O'tgan darsda aytdik-ki, misoli und dir danke sehr gut und wie geht es dir demaymiz degan danke gut und dir deymiz. Bir dia bitsak, ya bundoq rahmat ko'p yaxshi va san qandoqsan deb o'ltirmaymiz, va san desak tushunadi. Xo'p, past so'ragan odam javob berish kerak. Danke auch sehr gut. Danke auch sehr gut. Rahmat, men ham ko'p yaxshi. Rahmat, men ham ko'p yaxshi. Va bu yerda misol agar birontalarni sizlarday bo'lsak, o'zingizdan katta bo'lsa yo doktor bo'lsa, qanaqa aytdik buni? Avvalgi darslarda ham aytgan edim. Bir cho'tlaylar toki men yozinchinim cho'tlaylar keslay vaqt qanoq deb aytdik. Xo'p. Aytdikki halloni aytishingiz kerak. Hello, otini qo'ysa ham bo'ladi, otini tutsa ham bo'ladi, tutmasa ham bo'ladi. Tutmasa yaxshiroq bo'ladi bu yerda. Hello. We get is there. Hello, we get is there. Buni narsa degani deb bizlar avvalgida aytdik. Keyin misoli o'z yoshimiz bilan barobar bo'lsa yoki o'z bizlarning o'rtoqlarimizdan bo'lsa yo tanishlarimizdan bo'lsa, o'z yosh katta bo'lmasa, ya'ni bizlardan yo bizlardan kichkina bo'lsa, bunga nima deya oldik? Hello, we get is there. Ammo bu yerda bir shu diyani unga nima tashlaymiz bizlar? Bir shu diyani unga inin tashlaymiz. Marsa inin.
Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Salom, salom, qandaysiz? Yo salom, qandoqsiz? Salom, qandoqsiz? Bir ehtirom etasiz. O'zingizdan ozroq katta bu. Yo doktor yoniga borgansiz, yo otangiz, yo bo'lmasa akangiz, yo bo'lmasa shunga boshqa bir katta odam, yo toza tanishgansiz. Narsa deysiz bunga? Hallo, wie geht es Ihnen? Aytmaysizki, hallo, wie geht es dir? U misol bir katta odamga borib men aytsam yo bir doktor aytsam, hallo, wie geht es dir? O'z yonida ozroq cho'tlaydiki bu. Nima deyapti bu? Tushunadiki nima deyishingizga, qandoqsan, mani ahlimni so'rayapti deydi. Ammo muncha tushunadiki bu bir menga e'tirom etmadi, ya'niki bu qandoq bir bacha ekan, ya'ni tushunmaymi yo bir toza kelganmi bu yo boshqa cho'tlaydi. Ammo yaxshi buki, hallo, wie geht es Ihnen ke ham e'tirom etganimiz bo'ladi, ham uni yonida bir narsa u yaxshi cho'tlaydi bizlarni ustimizga. Hech bir misoli aytmaydiki, misoli beaxloq ekan yo boshqa narsalar, ularni aytishingiz kerak emas. O'zlaringiz tushungan bo'lsanglar kerak. Hallo, wie geht es Ihnen? Kimki bo'lsa bo'lsin, hoy kofir, hoy musulmon, buni bizlar nima katta bo'lsa e'tirom etishimiz kerak. Xo'p. Bu yerda salom qandoqsiz? Salom qandoqsiz? Salom qandoqsiz? Ma'nosi bu edi. Tamommi? Tushungan bo'lsanglar kerak. So'rab asta sizdan u so'raydi. Nima deydi? Gut, danke und Ihnen? Sizdan u so'raydi. Nima deydi? Gut. Gut, danke. Gut, danke und Ihnen? Past sizni ham u sizlaydi, und yuqorida aytganidek bu yerda mana bu yerda yuqorida aytganidek, balandda aytganidek danke sehr gut und dir ke rahmat ko'p yaxshi va san bu yerda past aytdik. Nima dedik? Mutavajjih bo'lsanglar kerakki, bu qarang. Bu yerda aytdik gut danke und Ihnen. Bu yerda nima bo'ldi? Bu narsalarimiz nima keldi? Hammasi gut danke und hammasi yuqoridagidek bir narsa. Ammo bir Ihnen tafovuti keldi. Bir Ihnen bu nima qilasiz? Bir Ihnen bu da ozroq tafovuti keldi. Xo'p, nima degani? Yaxshi, rahmat va siz bunday degani bo'ladi. Gut danke und Ihnen. Yaxshi, rahmat va siz yoki rahmat, yaxshi va siz qanoqki siz ayta olsangiz, qanoqga aytsangiz, gut navali aytsangiz ham bo'ladi, yo dankidan so'raysiz ham bo'ladi. Danke gut und Ihnen oder gut danke und Ihnen. Ayta olasiz. Qaysini aytsangiz o'z ixtiyoringizda aytasiz. Xo'p, siz unga nima javob berasiz so'ra? Auch gut, danke. Auch gut, danke. Auch gut, danke. Auch gut. Danke. Maqsad deb bo'ldi? Auch gut, danke. Ya'ni ma'nosi bu-ki. Men ham yaxshi, rahmat. Men ham yaxshi, rahmat. Buni ma'no beradi. Ya'niki men ham yaxshi. Men ham kechiringlar, men ham yaxshi, rahmat. Buni ma'no beradi. Xo'p. Bola so'rashdi. Boshqa hamma ishlari tindi va endi Xudoyoring yetchoq bo'ladi. Xudoyoring yetchoq bo'layotgan vaqti keldi. Nima deyish kerak? Xudoyoring yetchoq bo'layotgan vaqti aytadiki, choose bis morgen, choose bis morgen. Choose bis morgen. Choose bis morgen. Doktor
yoki sizki uni yana birdan yana bordingiz, u aytdi choose bis morgen, choose bis morgen. Xudoyoring ta ertagacha, xudoyoring ta ertagacha, choose bis next monate, choose bis next woche. Narki oy yo narki hafta qaysini aytsangiz ayta olasiz. Ammo bu yerda choose bis morgen, ya'ni erta ham bular ko'rish ekan. Shuning uchun aytdiki, xudoyoring ertagacha, xudoyoring, ertagacha xudoyoring. Siz nima dedingiz? Ya. Bu yerda G inglisi xo'p. Bu yerda adan avval mana bu ko'rib o'tirganlaringiz, bu yut o'qiladi. Yut. Ya. Bu qarilar yu deydi, yo'q deydi. Ya desangiz ham bo'ladi, yo'q desangiz ham bo'ladi. Bu qari odamlar bilan bu yerdagi qari odamlar bilan bo'lsa yo'q deydi, ammo ya desangiz ham bo'ladi. Xo'p, siz aytasiz yo'q yoki ya. Choose bis morgen. Siz ham aytasiz yoki ya demasangiz ham bo'ladi, tamom. Bis morgen desangiz ham bo'ladi. Choose bis morgen. Choose bis morgen. Xo'p. 4-chi darsimiz yoki leksion 4 aytdiki, hallo Ahmad, wie geht es dir? Bu yerda aytdik. Hallo Ahmad, wie geht es dir? Hallo Ahmad, wie geht es dir? Salom Ahmad, qandoqsan? Salom Ahmad, qandoqsan? Bu yerda pastda Ahmad javob berdiki, danke sehr gut und dir? Danke sehr gut und dir? Rahmat, ko'p yaxshi va san? Rahmat, ko'p yaxshi va san? Pastda danke auch sehr gut. Rahmat, man ham ko'p yaxshi. Xo'p, bir tane o'zingizdan katta bo'lsa yo doktorning yoniga borsa yo boshqa biron ehtirom etardi, o'zingizdan yoshingizdan katta bo'lsa uni yoshi nima deyar edik? Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Gut, danke und Ihnen? Salom, qandoqsiz? Va aytdiki, yaxshi, rahmat va siz. Va auch gut, danke. So'raki bular xudoyoring yetar vaqtingiz kelsa, nimarsa xudoyoring yetayotgan vaqtingiz dan keyin choose bis morgen dedi. Choose bis morgen. Xudoyoring ta ertagacha. Choose bis next woche. Xudoyoring ta ertaki haftagacha. Choose bis next woche. Choose bis next monat. Qaysini aytsangiz ayta olasiz, o'z ixtiyoringizda siz. Xo'p, siz hamma deysiz, ya choose bis morgen. Ya choose bis morgen. Siz yani aytsangiz ham bo'ladi, aytmasangiz ham bo'ladi. Bu kungi darsimiz men tushuntimcha adoga yetdi. Va YouTubedan istarsangiz ham istar olasiz, Facebookdan istarsangiz ham istar olasiz. Va hammalaringizni Xudoga tavsilaman, xudoyorlaringiz.